kimda-kim Ramazonda avru bo'lsa, faqafa u qo'rqyapti deydi. In kana insoma agar roza tutатын bo'lsam, avrum ashqinat. Doktor shunday deb aytgan, sana roza tutishga bo'lmaydi deb aytgan. Bu doktor ham yangaday musulmon yangaday ne deydi? insofli doktor bo'lish kerak-da, dinga qarshi yangaday tutmay qo'y, ne qildi degan bo'lmaydi unday narsalar. İnsaflı dindan xabar var bir doktor bo'lishigi kerak deb aytadi kitobda. Ya'ni avru odamlar agar Ramazonda rozasini tutатын bo'lsa, yoki yalg'ashtirатын bo'lsa, avruga yo'liqатын bo'lsa, yoki avru ashqinатын bo'lsa, bu odamga roza tutmaslikka ruxsat. Yani roza tutmasa bo'ladi. Yoki bo'lmasa rozasini ochib berishga ruxsat. Shunday bir holga keldi, уже açmasa уже canı bilen yıkıldı, ötüydü. Yoki bir azası ketedi, bir uzvu deydim azası, bir azası ketedi. Şunchalik cho'lladi, bir yeri уже azası ketedi. Yoki shunchalik yıkıldı, açqadi, o'zining tan sog'lig'iga bir ziyon kelyapti. Bunday bo'lgan paytda rozasini ochib berishga, roza tutmaslikka ruxsat beradi shariat. Keyin aqlab beradi, u qanday. Endi bu narsa qanday biluga bo'ladi bu narsa? 3 narsa bilan birini bilovli bilamiz. 1. Ya boshingdan o'tgan bo'lishi kerak bu narsa. Tajriba qilib ko'rgansiz. Oldingi yil o'shda roza tutmadim, yomon avrum ashqib ketdi. Boshingdan o'tgan. Ha? Bu birovning nisi bo'lsa ham. Ikkinchisi musulmon insofli bir tabibning aytishi bilan. Bu narsa amal qiluvga bo'ladi. Mo bir oyga yetib qolibmiz deb. Alloh razı olsun. Üç, g'olib zon bilan. Yani o'sha narsani hozir yalg'ashtirатын bo'lsam, ko'nglingiz sezib turib, "Ay, avruga chalqib qolaman-ov" degan darajada. O'sha ko'nglingiz aldamaydi sizni. Ko'nglingiz sezib turib, o'sha %80, %90% siz bilib turibsiz, o'sha avruga qarab ketib boryapsiz. Bunday darajalarda siz roza tutmasligingizga, rozani ochib berishingizga ruxsat beradi shariat. Tushuntira bildimmi? Bir, boshdan qaytaraymi, vaqtdan bo'libdi. U narsa boshingizdan o'tgan bo'lishi mumkin. Birinchisi, masalan, oldin yil roza tutib edingiz, boshingizga yomon bir avru keldi. Yoki avru berib edingiz, avrungiz ashqib ketdi. Roza tufayli. Boshingizga keldimi? Tajriba egasi bo'ldingizmi? Bo'ldingiz. O'shlar amal qilamiz bu yil. 2. Musulmon insofli bir doktorning tavsiyasi bilan. Dindan xabari var, roza tutma, tan sog'lig'iga ziyon deytin bo'lsa. Biroq insofli musulmon doktor bo'lish kerak. Dindan xabari var, yani farzlarni, haramni bilan turgan bir o'zim. 3. G'olib zon deymiz. Ko'nglingiz o'sha sezib turibdi. O'sha roza tutатын bo'lsa, men ahvolim voy bo'ladi. Mana o'shunday uchovining birovi bilan siz amal qilishinizga bo'ladi. Endi emizuli ayollar ham xuddi shunday. O'sha narsa bilan amal qilsa bo'ladi. Oldinga emiz yapgan paytimda roza tutib edim, balam ash bo'lib qoldi. Balam tan sog'lig'iga buni ekan, yoki men tan sog'lig'im bilan sabot. Yoki bir musulmon doktor aytdi, "Sen roza tutuvingga bo'lmaydi. Balam tutib qolib ketadi." Yoki o'zi sezib turibdi. O'sha narsalar bilan amal qilib, emizatning ayol yoki homilador ayol roza tutib tutmasligini o'zi fatvosini chiqaradi o'sha bilan. Tushuntira bildimmi? Ha? Keyin o'tab beradi. Keyin bularni o'tab beradi. Keyin ya shu endi balo bo'yicha yuravermaydi u, emiz. Eng uzog'i 2 yilgacha emizadi. Keyin o'sadi u. Keyin anaqa o'zi ya qaydan tan sog'lig'iga yiqilgan paytda buning qazosining barini yiqib beradi. O'tab beradi. O'tab beradi. Var mı savollar? Savol. Aha. Namozda kulish qay darajada kulsa bo'lsa, qay darajada davom ettirib ketiladi? Namozda kulishliging 3 nisi var. Birincisi tabassum. Shunday bir qiziqlik narsalar esingizga keldi. Unda
Təbəssüm qılınız. Təbəssümün düşünəsiz çıxarsınlar ya bunday. Külgü emas bir ana. Lab bir-birini ajramaydı. Təbəssüm qılınız. Bu makruh bo'ladi. Ikkinchisi o'zingiz eshitadigan darajada kuldingiz, boshqa birov eshitmaydi biroq. Boshqa birov eshitmaydi deganda qanday? Yaningizda bir odam bo'lsa, shu ham eshitmaydi. U bor bo'lishi, yo'q bo'lishi muhim emas u. Yaningizda turgan odam eshitatinday darajada emas. Tek qana o'zingiz eshitasiz. Masalan, dedingiz, yaningizda odam eshitilmaydiday darajada. Bu o'shunday darajada kulatan bo'lsangiz, sizning namozingiz buziladi. Namoz ketdi. Agar yaningizda odam eshitilatinday darajada bo'ladigan bo'lsa, namozingizdan tahoratingizdan ketadi. Tahoratingizdan buziladi. O'йткani bu haqida hadis bor. Payg'ambarimiz bir kun jamoat bilan namoz o'qib turgan paytda bir ko'r sahoba kap quduqqa tushib ketar ekan. Ko'r qo'ydi ana, ko'z ko'rmaydi. Kaliyatib quduqqa tushib ketganda sahobalar bari kulib bergan ekan. Yana qiziq bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz namozni bitirib, bari tahoratlarini angladi degan. Qaytardi. Ana o'sha hadis tufayli namozda eshitatinday darajada kulatan bo'lsa, tahorat buziladi. Tushundinglarmi, bolalar? Nixlab PUBG o'ynayapsizlar? Baqarab o'tiringlar bari. Aha. İşte hava çarpısı var ya burada. 10gacha kutik-a? Evet. So'z kesh, azonni kesh o'qiyapsiz-ku. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, bir-ikki savol javob qiling. Siz Ha, siz. Aytaver. arqa yo'lda havo chiqargan paytda polniy ichki tarafidan sirtqi tarafga polniy olish kerak bo'ladi qaytadi. Tek qana yer chiqqan paytda ichki taraf kerak emas jamoat musulmon. Tushuntiraverdimmi? Ko'p odam o'sha tufayli avruv bo'lyapti. Bu yer chiqqan paytda arqa tarafni yuvishlik hojati yo'q. Nisini yuvasiz uning? Yerda hech qanday najosat bo'lmasa. Arqa taraf aslida ishtarat degan narsa ni? Ishtarat degan narsa yerdagi najosatni yuvishlik. Najosat yo'q bo'lsa neni yuvasiz? Shu uchun yer chiqqan paytda hech qanday arqa taraf, oldi taraf yuvilmaydi. Barasizdagi sirt tarafingizni olib ketaveradi. Durustmi? Endi bir primer beraylik. Siz ishtarat sindirdingiz. Siydingiz masalan. Kitobda aytganda zar sindirdingiz. Zar sindirayotgan paytda yaxshilab akkuratni qilib sindirdingiz. Hech yeringizga tegizmang. Hech yer badaningizga hech yerga tegmadi. Yuv kerakmi, kerak emasmi? Yuv shart bo'ladimi, shart emasmi? Shart emas, tegani yo'q hech yerga. Hech yerga tegani yo'q. Payg'ambarimiz yuvdimi? Yuvmadi. Payg'ambarimiz ne qildi? Katta taraf sindirgan paytda arqa tarafini najosatni kasak bilan surtdi-dag'i, turib sirt tarafni olib ketaverdi bo'ldi. Payg'ambarimiz qilgan bu narsani. Men yangilik narsa so'ylayapman, siz barimiz yangi narsa aytib qolgan. Yo'q, yuvgan yaxshi. Yuvgan yo'q, endi men shart emasmi shuni so'ylayapman. Afzalni so'ylayapman. Yuvgan afzal. Biroq tan sog'lig'i ko'taratin bor, ko'tarmaytin bor. Shu uchun yangiday yer chiqdi ekan deb arqa tarafni yuvib kelaverishlik shart emas u narsa. Bemalol borib sirt tarafingizni olib ketaversangiz bo'ladi. U kimga borib so'rasangiz ham shu narsani aytadi sizga. Qaysi yaxshi biladigan bir domlaga borib so'rasangiz shu narsani aytadi. U kitoblarda bor. Ishonmayman deganlarga men dalilida ko'rsatib beraman kitobda. Boshqa Mokriy salfetka var mı? O? Mokriy salfetka var mı? Mokriy salfetler neydi? Şunu bilen. O yuvishga yetmaydi. Просто kasak. Kasak o'rtaga yetadi. Vlajin salfetka yuv degan ne narsa? Yuv degan edin tamchi suv oquv. Vlajin salfetka tamchi suv oqmaydi. Shuning uchun yuvishga yetmaydi vlajin salfetka. U surtishga yetadi. Kulgan namoz o'qib dedingiz-ku. Shu paytda qamoq qilib turgan yerda to'xtatasiz bo'lmi? Kulgan paytda namoz buziladi u. Salom berishlik kerakmi, kerak emas? Shu Salom berishlik kerak emas. Bu namoz buzildi, neysin salom berasiz? Namozda emassiz. Namozdan chiqib ketdik. Shuning uchun salom berishlik hojat yo'q edi. Endi imom odamning yangiday joyga tap bo'lsa, masalan, imomning shunday darajada
imam külü berdi dep aytaylik. Boluşu mümkünmü? Boluşu mümkün. Endi adam bu hamma. Men külü bermem mümkün imam. Şonuň üçin küleýemen arkadaşlar. İmam külü berişligi mümkün da endi o. Şüphet imam külü berdi dep aytaylik. Karat namazı buzuldu. Cemaatda endi kandak bildiret. Bärin buzunlar demeydi endi. Şunda assalamu alaykum dep bese bolady. Atak mındayça özüňiz külü bergen bolsaňyz, salam berişiň hajaty ýok. Ütkeni siz namazyň uju çykyp ketipsiz. Namazda emassiz. Başka bir savolga wagt kal. Tavhid turалы aytып berasizmi? Tavhid? Tavhid degen Allah'ın yakka yaganalyga işanış. Allah'a şerik koşmaslık. Allah'ın mana kul Allahu ahaddagy managa say iman keldirүү. Tavhid degen. Endi bunu mağnasyny köpeyte bersek hem köp kete beret. Allah'a kanday iman keldiremiz? Allah'a mesela o asdagy biz icmai iman kılıp koya salamız da al bulay aşatın bolsak misalga Allah'a kalay iman keltiremiz? Onun zati sıfatları var, subuti sıfatları var. Onun barlığını aşk qarayt. Allah Taala ol bar edi. Onun evveli yok bunun. Onun ahiri yok. Bu hamma narsani biladi. Vahdaniyat, sifat zatiyat, sifat subutiyat. Ben sinchiklab qarab, şunun hammasiga tavhid deb aytamiz. Allah'ın yakka yaganalyga işanış, oğan hech qanday shirk qo'shmaslik, oğan hech narsani teng tutmaslik. Jalpy osu magnaga tavhid deb aytıladi. Başka? Boldum bak. Elhamdülillah. Allah Taala hammamizga eshitganlarimizni amal qilishni nasib qilsin. Tutayotgan rozalarimizni, o'qiyotgan taravih namozlarimizni o'z hayotida qabul qilsin.